Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kompyuter tarmoqlari darsining, demak, fanning 4-darsidamiz. Ya'ni, demak, YouTube'da oldingi qo'yilgan darslarni, videolarni ko'rgan bo'lsangizlar, bularning hammasini demak ikkita playlist qilib taxlayapmiz. Demak, o'zbek tilida 3 ta dars o'tildi, qoraqalpoq tilida demak, hozircha 5 ta dars qilgandim. Endi 4-5 darsni, qoraqalpoq tilida qolgan 4-5 darsni demak, bu yerda hozir men o'zbek tilida 4-5 darsni bitta qilib dars qilishim mumkin. Ya'ni biz 4-darsimiz marshrutizator, ya'ni routerning ahamiyati, routerning roli va 5-darsimiz statik routlarni, ya'ni statik marshrutlarni sozlash edi. Ya'ni marshrutizatorni sozlash. Biz bu darsimizda demak, agar xohlovchilar bo'lsa, demak, oldingi darslarni ko'rsangiz bo'ladi yoki hozir bu darsimizda 0 dan boshlaymiz. Ya'ni tarmog'imizni, demak, paket tracerni ishga tushiramiz. Hozir men Linuxda, Ubuntuda tushiryapman. Windowsda demak tushirishlarni, demak, boshqa darsda ham ko'rsatgandim oldingi darslarda. Okey, ishga tushirib oldik. Demak, paket tracerni ishga tushirib olganimizdan keyin qanday qilib tushirishlarni, demak, birinchi darsimizda ko'rsatdik hammasini, qanday qilib o'rnatishlarini. Endi bu paket tracer, yana bir marta aytaman, bu tarmoq simulyatori. Bu emulyator yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri tarmoq qurilmalari bilan, ya'ni ularning operatsion tizimlarini to'g'ridan to'g'ri ishlamaymiz. Bu simulyator. Ya'ni shuning nimasi, virtual ko'rinishi va to'liq funksiyalari yo'q. Demak, biz bu darsimizdagi nimamiz, oldimizga qo'ygan vazifamiz marshrutizatorning ahamiyati, ya'ni marshrutizatorning roli. Demak, bizga marshrutizatorimiz kerak bo'ladi. Birdaniga ikkita marshrutizator qo'yamiz, chunki oldingi 3-darsimizda marshrutizatorni bir ko'rsatgan edim. Demak, marshrutizator nima uchun kerakligini. Demak, bu darsimizda marshrutizatorlarni sozlash va marshrutizatorlarning, demak, o'tgan darsimizda aytganimizdek, marshrutizatorning birinchi roli, ya'ni birinchi vazifasi bu bitta tarmoqdagi masalan bitta, ikkita masalan kompyuterlar qo'yishimiz mumkin. Bu kompyuterlar demak, lokal tarmoqda bu kompyuterlar to'g'ridan to'g'ri ulansa ham bo'ladi-yu, lekin u to'g'ri kelmaydi. Bu kompyuterlarni routerga va boshqa qurilmalarga ulashimiz uchun bizga boshqa tarmoq qurilmasi, ya'ni switchlar, kommutatorlarimiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchi kommutator tarafga qo'yamiz. Demak, bu tomonda biz bitta lokal tarmoq qilamiz va ikkinchi tomonda ham ikkinchi lokal tarmoq qilamiz. Bu yoqqa demak, bu yoqqa ham demak kompyuter tarafga qo'ysa bo'ladi. Lekin sal qiziqroq bo'lishi uchun keyingi darslarimizda application layerda, ya'ni boshqa applicationlarning qanaqa ishlashlarini ko'rsatishim mumkin. Shuning uchun birdaniga server qo'yib qo'yamiz. Serverni keyingi darslarimizda sozlaymiz. Demak, hozircha bizlar bu tarmoqdagi qo'ygan narsa qurilmalarimizda, demak, foydalanuvchi qurilmalari, kompyuter, server va kommutator, routerlar, bular tarmoq qurilmalari. Bularni endi bir-biriga bog'lashimiz uchun hozircha oddiy qora sim, ya'ni RJ45 simlardan to'g'ridan to'g'ri foydalanib beraman. Men bu yerda demak qaysi portlarni tanlayotganim, demak menda ko'rinyapti. Agar sizlarda ko'rinmayotgan bo'lsa, bu qaysi portlarni tanlayotganim, sizlar demak options menyusida, preference menyusida, sub menyusida bu yerda bu always show deganni qo'yib qo'ysangizlar, demak bu har doim demak ko'rinib turadi. Always show ni qo'ysangizlar, demak endi xuddi shu simdan foydalangan holda, agar bizga bitta emas, bir nechta shu toifadagi qurilmamiz kerak bo'ladigan bo'lsa, kontrolni bosib turamiz, klaviaturamizdan kontrol knopkasini, CTRL knopkasini bosib turamiz va bundan keyin buni to'g'ridan to'g'ri olib chiqamiz. Kompyuterlarda demak niklarni, ya'ni fast ethernet portiga va kommutatorda 24 portdan xohlaganiga ulashimiz mumkin. Masalan, birinchiga ulaymiz va
buni ikkinchiga ulaymiz va boshqa. Endi router bilan switch orasida asosan gigabit ethernet tanlaganimiz yaxshiroq, agar bor bo'lsa switchda kommutatorda. Demak, buni ulaymiz va bu yoqqa bu yoqda ham demak gigabitga uladik. Xuddi shunaqa qilib bu yerda gigabit ethernetda bitta portimiz qolgandi va bu yoqda gigabit ethernetga u yoqni masalan 0,1 uladim. Buni har doim 0,1 ulashim shart emas, lekin tartib bo'yicha yuqoriga qo'yganim yaxshi, lekin bu yerda qattiq qolgan qoida yo'q. Ya'ni 0,2 ga ulasam ham bo'ladi. Bu yerda o'zingiz tanlagan portga ulasangiz bo'ladi. Undan keyin demak simlar bilan ulab chiqdik. Escape'ni bosdik, demak bu ketdi. Demak, bu hozircha bizlar hamma qurilmalarimizni qo'yib chiqdik. Endi bizda hali nazariy darslarimizni demak YouTube'ga qo'ymadim, nazariy darslarni. Tarmoqda har qanday qurilma tarmoqqa ulanishi uchun, ya'ni boshqa qurilmalar bilan muloqot o'rnatishi uchun, aloqaga chiqishi uchun uning eng asosiy nimalardan biri, demak, asosiy talab qilinadigan, ya'ni asosiy kerak bo'ladigan narsalardan biri, demak, bu IP adres bo'lishi kerak. Har bir qurilmada demak o'zining IP adresi bo'lishi kerak. Faqat switchga IP adres berishimiz shart emas. Hozircha switchni hech qanaqa sozlashlarsiz biz switchni demak kommutatorni do'kondan yoki sotib olib yoki to'g'ridan to'g'ri foydalanishimiz mumkin. Faqat simlarni ulasak va to'qqa ulasak, demak bu switch ishlashi mumkin. Lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan buni sozlashimiz kerak. Buni keyingi darslarimizda ko'rishga harakat qilamiz. Buni bu darslarimizda ko'ramiz. Faqat hozircha routerga ham demak ko'p sozlashlari bor. Buni xavfsizlik nimalari, har xil portlarga passwordlar, ya'ni demak har bir kelgan ma'lumotni filtr qilish sozlamalar bor. Ularni hozir ko'rmaymiz. Faqat bizlar bu darsimizda asosan IP adreslarni o'rnatamiz va bitta nuqtadan xabarni, ping xabarni demak boshqa tarmoqqa yetkazib berishlarini ko'ramiz. Ya'ni bizga IP adresi kerak. IP adres biz private IP adreslardan foydalanamiz, ya'ni shaxsiy IP adreslardan. Demak 192.168 aytaylik, masalan o'tgan darsimizda 25 oldik, 25 da davom etaveraylik. Demak 0 adresini oldik. Bu yerda men o'tgan darsimizda demak 24 qo'ygandim. 24 ni agar tushunmaydigan bo'lsangizlar, okey, hozircha buni nima qilmaymiz. Hozircha biz 255.255.255.0 maskasi bilan demak bu adresimizni oldik. Ya'ni bu tomondagi birinchi lokal tarmog'imizga. Ya'ni buni ham, ya'ni bu hozir yozayotganim bular kommentariy ham. Ya'ni bu izohlarimiz uchun kerakli bo'ladigan, masalan, tarmoq administratorlari tarmoqda qanday kompyuterlar qaysi joyda joylashganligini ko'rish uchun shunaqa izohlar kommentariyada kerak bo'ladi. Masalan, bunga masalan LAN 2 qilsak, LAN 2 qilamiz. Ya'ni LAN 2 ga masalan 172.16 aytaylik 15.0 IP adresini berdik. Bunga ham 24 ni bersak bo'ladi. Ya'ni 24 degan tarmoq maskamiz bizda 255 va 0 ga to'g'ri keladi. Demak, bu hozircha qo'yayotganim bu tarmoq uchun, bu tarmoq uchun. Endi ikkala lokal tarmoqni bir-biriga ulash uchun bizlar routerlardan, ikkita routerdan foydalandik. Bu yerda bir nechta routerlar qo'yishimiz mumkin. Demak, har bir routerning orasida demak alohida bitta tarmoq, ya'ni lokal tarmoq paydo bo'ladi. Demak, bu router bilan bu routerning orasidagi tarmog'imizga ham IP adres berishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yerga biz 10 va 0. Endi men bu yerga ham 24 bersam bo'lardi, lekin hozircha tushuntirib o'tirishga vaqt ketadi. Bu yerda 30 degan tarmoq maskasini bersam bo'ladi. Ya'ni bu tarmoq maskasida faqat ikkitagina foydalanish mumkin bo'lgan IP adresga ega bo'lamiz. Bularni keyingi darslarimizda, nazariy darslarimizda tushuntirishga harakat qilaman. Bu darslarimiz hozircha amaliy ko'rinishda bo'lyapti. Ya'ni bu 252 degan maskamizga to'g'ri keladi. Demak, bu orqali biz 3 ta tarmog'imizni qildik. Endi bu tarmoqlarni, ya'ni buni ham masalan
LAN deb qo'yishim mumkin. Masalan, bu R1 bilan R2 orasidagi tarmoq. Demak, 3 ta tarmog'imiz bo'ldi. Endi bularga IP adreslar berishimiz kerak. Demak, kompyuterga va serverga IP adreslar berishni, demak, o'tgan darslarımizda ko'rdik. Kompyuter tanlashimiz bilan desktop menyusiga kirib, desktop menyusida IP configuration application tanlab va bu yerda biz demak, bu kompyuterga bizlar 192, 168, 25 masalan aytaylik 11 adresni beraylik. Va o'tgan darsimizda ko'rdik biz default gateway ning ahamiyatini. Hozircha default gateway kiritmadim. Default gateway kiritishimdan oldin demak men bu yerda demak kommentariyga yozib qo'yishim kerak edi. 11 adres beramiz va routerga biz birinchi adresni beramiz. Bu yerdagi ham routerimizga masalan birinchi adresimizni beramiz. Endi bu tomonidagi ham biz birinchi adres beramiz va undan keyin biz bu tomonida demak biz ikkinchi adresni beramiz. Xuddi shunaqa, demak men bu yerda bu kompyuterga 12 bunga masalan aytaylik server bo'lganligi uchun masalan 100 adresni beraylik. Bu xat qo'ygan 100 shart emas, masalan bu gal 200 ni berib ko'ramiz. O'tgan safar 100 bergandik. Masalan bunga 11 beraylik. Bu ham 11 bo'lishi shart emas, masalan 101, 102 ham boshqa demak adreslar berishimiz mumkin. Demak, buni qanday tushunishimiz mumkin? Buni demak bu 11 deganimiz bu 192, 168, 25, 11 va bu maska bilan bo'ladi. Va xuddi shunaqa shu tarmoqda bu 12 adres, xuddi shu tarmoqda demak bu birinchi adresni shunga beramiz. Ya'ni bu tarmoqdagi, bu lokal tarmoqdagi birinchi adresimiz bunga, 11 adres bunga, 12 adres bunga. Ya'ni bu tarmoqda keyingi nazariy darslarimizda ko'proq tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni 255, 255, 255 0 tarmoq maskasi berilgan tarmog'imizda bu yerda oxirgi men bu yerda bitta oktet, ya'ni bitta bayt, 8 bitimiz tarmoqdagi qurilmalar uchun qoladi. Boshidagi 24 bitimiz bu tarmoq adresiga tegishli. Okay. Buni demak hozircha buni boshladim IP adres berishni va shu yerda routerga ham IP adres berishni ko'ramiz. Aslida routerimiz o'tgan darslarimizda ham ko'rsatganday bo'lganda, masalan routerga qayerdadir demak routerni qidirgan bo'lsak, yoki routerni qidirmagan bo'lsak, demak qidiramiz routerni. Demak router Cisco router qidiramiz. Masalan 4330. Xuddi shu hozir ishlayotgan routerimizning nimasi, masalan bu qattiq material bo'ladi va qattiq materialda demak bu yerda bizda ko'rib turganimizdek bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yerda bizda nima edi? Qattiq material, ya'ni bu yerda ekrani yo'q. Ya'ni real hayotda laboratoriya misolida demak to'g'ridan to'g'ri bu routerni demak sozlamalarni qilolmaymiz. Chunki ekrani yo'q. Demak buning uchun demak administrator o'zining kompyuteri bilan keladi va birinchi o'rinda demak u RJ45 ga o'xshagan demak console cable bo'ladi. Ya'ni buni RJ45 ni o'tgan. Okay. Undan oldin aytib ketaman. RJ45 bizlarda hozir tarmog'imizda qora simdan foydalanyapmiz-ku, mana bu to'g'ridan to'g'ri copper straight through. Bu simimiz demak real hayotda, ya'ni laboratoriyamizda bu bizda mana bu kabellar, ya'ni tarmoq kabellari. Bu RJ45, ya'ni shunaqa jargon bilan yuritiladi. Bizga demak console cable kerak bo'ladi. Masalan routerni sozlash uchun router to PC. Ya'ni router bu uchi bunaqa bo'ladi va ikkinchi uchi demak oddiy RJ45 ga o'xshaydi. Ya'ni shunaqa kabel orqali biz routerga ulanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni routerni boyagi nimamizga qarasak, routerimizni mana bu yerda qidirdik. Routerimizda qarasak, mana bu yerda ikkita, uchta knopkalarimiz bor, tugmalar bor. Demak, buning bittasi Gigabit Ethernet 001, Gigabit Ethernet 002 va bittasi konsol, bittasi boshqa turdagi portlar. Tak, darsimiz ozgina cho'ziladi, zarari yo'q. Agar xohlovchi talabalar bo'lsa, demak o'rganishlar bo'lsa, demak davom etib ko'rishlaringiz mumkin. Hozir biz ya'ni
Bu routerni birinchi marta sotib olganimizda buni sozlashimiz kerak bo'ladi, chunki buni to'g'ridan-to'g'ri switchga o'xshab, ya'ni kommutatorga o'xshab to'g'ridan-to'g'ri foydalanib keta olmaymiz. Ya'ni buni portlarni birinchi sozlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni portlarda demak bularda tarmoq interfeyslari bo'ladi, ya'ni tarmoq kartalari bo'ladi. Bularni sozlashimiz kerak bo'ladi va undan keyin bularni ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bular qizil bo'lganining sababi bular routerlarimiz, ya'ni marshrutizatorlarimizda portlari demak by default, ya'ni umumiy holda demak olgan paytimizda demak portlari aktiv emas, ya'ni o'chik holatda bo'ladi. Buni ishga tushirishimiz uchun demak sozlashimiz kerak. Demak administrator kelish kerak. Odatda laptopi bilan keladi. Demak, ya'ni oddiy kompyuter bilan ham bo'ladi. Laptopi bilan demak bu yerda routerga, marshrutizatorga console cable bilan ulanish kerak bo'ladi. Console cable bilan, ya'ni RS232 degan portga ulanadi. Bu boyagi rasmda ko'rsatgandek, azinamni ko'rsataman va undan keyin routerning console portiga ulanadi. Demak, RS232 degan portimiz bu yerda boyagi ko'rganimizdek mana bunaqa portlar. Demak, bu portimiz RS232 port ekan. Paket tracerda shunaqa. Buni ulanganimizdan keyin biz endi boyagi desktop menyusiga kiramiz va bu yerda biz bunga IP adres berishimiz shart emas. Chunki bu tarmoq kabeli bilan emas, bu console kabeli bilan bunga to'g'ridan-to'g'ri ulanmoqchi. Ya'ni bu serial portiga o'xshagan, ya'ni terminal bilan ulanamiz. Terminal bu ham demak application, bu asosan demak SSH yoki boshqa demak oraliqdan demak ulanish uchun kerak bo'ladigan application. Real holatda yoki laboratoriyalarda boshqa nimalar ishlatiladi, applicationlar ishlatiladi. Demak, biz hozir kirdik va biz shu berilgan ma'lumotlar bilan kiraveramiz. Ya'ni 9600 bit, 8 dona bit bilan demak kiriladi. Demak, bu hozir birinchi kirganimiz, demak routerning operatsion tizimiga kirdik. O'tgan darsimizda to'g'ridan-to'g'ri routerning o'zini tanlab kirib ketgandik. Masalan, bu birinchi routerga kirib turibman. Endi ikkinchi routerga ham xuddi shunaqa demak xohlasam, routerning o'zini tanlasam, to'g'ridan-to'g'ri CLI menyusiga kirib, demak bu yerdan demak routerning sozlamalariga kirishim mumkin. Birinchi marta kirganimda demak bu yerda har xil sozlamalarni dialog rejimida davom etasizmi deb qo'yibdi. Men dialog rejimida davom etmayman. No deyman. Chunki ha desangizlar demak hamma sozlamalarni bitta-bitta kiritishingiz kerak bo'ladi dialog rejimda. Demak, shuning uchun no qilib demak kiramiz. Men hozir birinchi routerni emas, ikkinchi 0 ni tuzatmoqchi edim. Ya'ni bularni bir nomlab olsak bo'ladi. Masalan, R1 buni masalan R2 qilib demak nomlab olsak bo'ladi. Va endi bu R1 dan boshlaymiz. Ya'ni bu yerga ham demak no deyman, ya'ni dialog rejimida davom etmayman sozlamalarni. Va endi o'tgan darsimizda ko'rsatgandim. Bu kirgan paytimizda demak bu foydalanuvchi rejimida turadi. Demak, biz asosiy ishlarimizni qilishimiz uchun yuqori darajali rejimga o'tamiz. Ya'ni bu foydalanuvchi rejimida savol belgisi bilan qo'ysangizlar, hamma komandalar, ya'ni foydalanuvchi rejimida ishlatishimiz bo'lgan hamma demak buyruqlar, komandalar tizimini ko'rishimiz mumkin. Bu juda cheklangan. Shuning uchun biz yuqori darajaga o'tishimiz kerak. Ya'ni enable komandasi orqali, mana enable komandasi orqali yuqori, ya'ni privileged modga o'tishimiz kerak. Ya'ni o'tishimiz mumkin. Bu yerda ham savol belgisini qo'ysangizlar, oldingidan demak ko'proq komandalar bajarishimiz mumkin. Biz bu yerda ham ishlab o'tirmaymiz. Ya'ni bu yerda bir ko'p komandalar ishlatsak bo'ladi. Masalan, show, write ham boshqa demak komandalar ishlatamiz bu yerda. Demak, privileged modda. Ya'ni buni yuqori darajali rejim deymiz. Va undan keyingi rejimga o'tishimiz kerak. Bizga configure komandasi kerak. Ya'ni configure komandasi configuration rejimiga o'tishimiz kerak. Demak, global configuration. Buni demak global configuration rejim deydi. Ya'ni configure terminal orqali demak global configuration, ya'ni global konfiguratsiyalar, global sozlamalar rejimiga o'tamiz. Va endi bu yerda biz savol belgisini qo'ysak,
anchagina buyruqlarimizning soni juda ko'p. Demak, mana ko'rib turganingizdek, ancha buyruqlarimizni qilishimiz mumkin. Ya'ni anchagina sozlamalar qilishimiz mumkin. Routerning sozlamalarini qilishimiz mumkin. Bularning hammasini biz bu darsimizda ko'rib o'tirmaymiz, keyingi darslarda ko'rishga harakat qilamiz yoki bo'lmasa hamma buyruqqa demak to'g'risida demak buning qisqa definitionlari, qisqa aniqlamalari yozilgan. Biz hozir kerakli bo'ladigan komandalarimizdan bittasi birinchisi masalan hostname. Hostname orqali demak biz routerning otini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Hozircha bizda by default router deb nomlangan routerimiz. Shuni o'zgartirib qo'yamiz. Okay, birinchi shuni qilamiz. Demak hostname hostname komandasi tabulyatsiya orqali demak to'ldirib olish mumkin komandani. Va bunga R1 qo'yaman. Va undan keyin bizga endi asosiy maqsadimiz nima edi? Tarmoqlarni ishga tushirish. Tarmoqni bir tarmoqdan ikkinchi tarmoqqa nima qilishim uchun, ya'ni R1 ni sozlayapman. Men endi R1 ning interfeyslarini, ya'ni portlarni sozlashim kerak. Men chap tomonda gigabit Ethernet 001 ni sozlashim kerak. Bunga men 192.168.25.1 adresini berishim kerak bu tarmoq maskasi bilan. Ya'ni buning uchun men shu interfeysga kirishim kerak. Ya'ni menga interface komandasi kerak bo'ladi. Interface komandasi va menga j ni yozishim bilan gigabit Ethernetni yozishim bilan gigabit Ethernet 001 ni demak shuni qo'shib demak bu interfeysimni sozlamalarga kirdim. Endi bu yerda ham savol belgisini qo'ysangizlar, bu yerda bajarishimiz bo'lgan har xil buyruqlarimiz chiqadi. Ya'ni bu interfeysning o'zida ham anchagina sozlamalarimizni qilishimiz mumkin ekan. Ya'ni bu yerda biz asosiy nimamiz hozir bu darslarimizda IPv4 haqida nima qilyapmiz? IPv4 ni sozlashga olamiz. Ya'ni IPv4 ni sozlashimiz uchun faqat IP address komandasi kerakli. Demak, shu orqali 192.168.25 birinchi adres beramiz va 255.255.255.0 tarmoq maskasi bilan demak buni kiritdik. Va undan keyin bu yerda xohlasangizlar masalan description kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu qaysi tarmoq qo'llanganligini. Endi bu komanda demak tarmoq administratorida bir nechta routerlar bo'lsa, bu routerlarning hammasini demak bitta kodda dashbordda ko'rib o'tiradigan bo'lsa, ekranda bularning descriptionlari qo'yib qo'yganimiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni bunga demak LAN 1 birinchi routerga, birinchi tarmoqqa ulangan tomoni. Va undan keyin hali buni biz sozlab bo'lmadik. Biz endi bu qizilni demak yashil qilishimiz kerak. Ya'ni bu portni, interfeysni aktivlashtirishimiz kerak. Buning uchun biz no komandasini ishlatamiz. Ya'ni no shutdown. Hozirgi paytda demak shutdown komandasi ishlatilgan. Ya'ni bu demak interfeysimizni aktivlashtirma, ya'ni disabled qilib qo'yganmiz. Ya'ni buni aktivlashtirishimiz uchun no shutdown qilamiz. No shutdown komandasi bilan demak biz e'tibor bergan bo'lsangizlar, qizil belgimiz demak yashilga o'zgardi. Demak, bu interfeysda qiladigan ishimizni qilib bo'ldik. Endi bu interfeysimizdan, ya'ni gigabit Ethernet 001 portidan, mana bu yerga kirgan portimizdan endi chiqib ketishimiz uchun biz exit komandasi orqali chiqib ketamiz. Exit komandasi orqali bu portdan chiqamiz va ikkinchi interfeysga kiramiz. Ikkinchi interfeysimiz nima? Gigabit Ethernet 000 va bu yerda ham biz IP adres berishimiz kerak. IP adres. Bu yerda biz 10 birinchi adresni beramiz dedik. Ya'ni 10 tarmog'ida birinchi adresni beramiz dedik mana bu yerda. Demak, buning maskasi 255 va 252 edi. Va undan keyin no shutdown bilan demak buni aktivlashtiramiz. Demak, ko'rib turganingizdek bu gigabit Ethernetimiz demak bu app, ya'ni administrativ tarzda demak bu nimamiz ishga tushdi. App bo'ldi. Lekin e'tibor bersangizlar bu qizilimiz hali yashil bo'lmadi. Chunki ikkinchi tomonida ham router ulangan, routerning bu porti ishga tushmagan bo'lsa, ya'ni bu simdan, ya'ni bizlar ulangan kablimizdan ikkinchi tomoni o'chib bo'lganligi uchun demak bu kablimiz hali to'g'ri ishga tushmadi degani.
ya'ni bu tomonda ham signal kelib turishi kerak. Shuning uchun bu hali ishga tushmaganini bildiradi. Bunga ham qo'shimcha xohlasangiz description kiritib ketsangizlar bo'ladi. Masalan, bu R1 va R2 orasidagi tarmoq. Va bu yerdan endi chiqib ketishim kerak. Exit va endi bu men global configuration modga o'tdim. Okey, hozircha saqlamay turaman hamma narsamni. Endi xuddi shu yo'sinda, xuddi shu yo'l bilan ikkinchi routerni ham sozlashim kerak. Ikkinchi routerni to'g'ridan-to'g'ri bunday qilib boshlasam bo'ladi. Xohlasam men agar real holatdagi laboratoriya sharoitida, demak, to'g'ridan-to'g'ri bunaqa o'ylanmayman. Ya'ni bu simni biz mana bu qora knopkasini bossak, demak, bu ikkinchi routerimizga aparib ulashimiz mumkin. Ya'ni konsol menejmentga ulashimiz mumkin. Ya'ni demak, administrator bunga yaxlaydi-da, demak, bunga ham xuddi shu tushda, demak, bu yerda bu adashib qoldi. Demak, bu yerdan chiqib turamizda, qaytadan kiramiz terminalga. Demak, bu yerda bizda okey. Bu endi ko'rib turganingizdek, agarda administrator bularning nomlarini o'zgartirib qo'ymasa, qaysi routerni sozlayotganimizni bilmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun biz birinchi o'rinda enable bilan bunga kiramiz. Conf terminal bilan demak global konfiguratsiya rejimiga o'tamiz va birinchi komandamiz hostname R2 qilib o'zgartirib qo'yamiz. Demak, undan keyin bilishimiz mumkin R1 ni sozlayapmiz va R2 ni sozlayapmiz. Demak, hozir R2 ni sozlayapmiz. R2 da ham xuddi shunaqa boyaga qilganimdek chap tomonini, o'ng tomonini demak alohida sozlashim kerak bo'ladi. Demak, agar sizlarda portlar unaqa bir-biriga chalkashib ko'rinmay turgan bo'lsa, bu routerni bu yoqqa o'zgartirib, qaysi port qaysi tarmoq bo'laganini aniqlab ko'rib olsangizlar bo'ladi. Masalan, menda bunday qilib qo'ysam, masalan, ko'rinmayapti, ko'rib turganingizdek. Agar bunday qilsam, demak 001 ekandek ko'rinyapti. Demak, bu yoqqa qaytib kelaman-da. Endi interfeysimga kiraman, gigabit ethernet 001 ga kiraman va men IP adres beraman, to'g'ridan-to'g'ri IP adres 100 emas, 10 2 bergandim. 255 IP adres beraman va no shutdown bilan chiqib ketaman. Undan keyin descriptionni berib qo'yganim yaxshi, mayli. Bu ham demak bilan R1 bilan R2 ning orasidagi, demak R2 orasidagi demak tarmoq. Endi bu yerdan chiqib turaman exit orqali va endi okey, ko'rib turganingizdek, bu boyagi nimamiz ikkasi ham demak birdaniga yashil bo'ldi. Endi bizda faqat bu portimizga IP adresimiz berishimiz kerak ekan. Buning uchun biz demak shu interfeysimizga kiramiz, ya'ni gigabit ethernet 000 ga kirib, bu yerda ham xohlasangiz birinchi description berasa, buning nimasi yo'q. Demak, bu demak LAN 2 tomoni. Va endi IP adres beramiz. IP adresga 172.16.15 biz bunga birinchi adres beramiz dedik. Mana bu yerda aytib ketdik, birinchi adres beramiz deb. Ya'ni 172.16.15 tarmog'ida birinchi adresni beramiz va bunga bizlar maskamizga 255.255.0 maskasi bilan beryapmiz va undan keyin buni aktivlashtiramiz, ya'ni ishga tushiramiz. No shutdown komandasi orqali. Demak, routerlarimiz hozircha sozlandi. Endi kompyuterlarimizda boyagi boshlagan nimamni oxirigacha yetkazmagandim, mana bu IP adresni sozlab boshlaganimda, chunki menda hali routerimga IP adres bermagan edim. Endi routerimga IP adres berdim, ya'ni bu kompyuterning boshqa tarmoqlarga chiqib ketishi uchun kerakli bo'ladigan eshigi yoki darvozasining nimasi, ya'ni gateway deganimiz darvoza ma'noda keladi. Masalan, bu har qanday qurilma bu tarmoqdan chiqib ketish yoki bu tarmoqdan tashqari qurilmalar bilan aloqa o'rnatish, masalan, internetga ulanish uchun bizda default gateway kerak bo'ladi. Bu ingliz tilida, to есть rus tilida, o'zbek tilida standart tushirish deb yuritilar ekan. Demak, bunga biz 192.168.25.1 adresni beramiz. Ya'ni bu routerning
Bu tarmoqqa ulangan interfeysning adresi. Bu yoqdagi adresi emas. Demak, shuni beramiz va demak bu yerda bu masalani qo'llatsa bo'ladi. Endi DNSni keyin ko'ramiz. Hozircha yetarli. Faqat men bunga nima qilib oldim? Menda masalan aytaylik kompyuter. Masalan kompyuter 1. Birinchi kompyuter. Xohlasam men bu birinchi kompyuter va serverga ma'lumot yubormoqchiman. Masalan, serverni ham sozlaymiz. Xuddi shunaqa. Server ham o'z navbatida bu ham bir kompyuter singari, unda ham operatsion tizim bo'ladi, u ham bitta kompyuter desak ham bo'ladi. Demak, oldingi paytlar demak serverlarimiz juda bir boshqacha formalarda bo'lardi. Demak, hozir ham demak har xil formada bo'ladi. Lekin har qanday kompyuter server rolini ham bajarishi mumkin. Lekin paket tracingda bu aniq ajratilgan. Ya'ni serverlarga bu yerda boya ko'rganingizdek, demak biz mana bu yerda serverni tanlab olib keldik va bu serverimizda alohida servis menyusi bor. Buni keyingi darslarimizda ko'ramiz. Har xil servislarni ishga tushirishimiz mumkin. Hozircha biz faqat IP adres beramiz. IP adres beramiz va bu yerda biz 172.16.15 va 200 adres berar ekanmiz bu yerda boyagi nimamiz bo'yicha. E'tibor beringlar, agar men tabuletsiyani bossam, bu yerda 255.255.00 bo'lib qolyapti. Biz 3-oktetini ham demak 255 qilib qo'yamiz. Va undan keyin biz default gateway, ya'ni bu qurilmalarning ya'ni o'zining tarmog'idan chiqib ketish uchun kerakli bo'lgan bu qurilma ulangan routerning bu interfeysining IP adresini beramiz. Bu IP adresimiz 172.16.15.1. 172.16.15.1. Demak, bularni berib oldik. Endi maqsadimiz bu kompyuterdan bu serverga ma'lumot yuborib va buni tekshirib ko'rish edi. Lekin bizda bu narsa hozircha amalga oshmaydi. Chunki bizda hali qilishimiz bo'lgan narsalar bor. Ya'ni qilishimiz kerak bo'lgan sozlamalarimiz bor. Ya'ni biz ping orqali masalan birinchi navbatda o'zimizning default gatewayga, ya'ni routerimizga ma'lumot yubora olamanmi? Shuni tekshirib ko'ramiz. 68 25 1ga ma'lumot yuborib ko'ramiz. Demak, router bilan aloqa bor. Undan keyin ikkinchi router bilan aloqa bormi? Ya'ni bu interfeysi bilan. Ya'ni bu interfeysi bilan ham demak pingga demak bu yerga 10 demak 2. Ya'ni bo'lmasa birinchi tomoniga routerning bu tomoniga ma'lumot yuborib ko'ramiz. Bu yerda ham demak aloqamiz bor. Endi okey, birinchi routerning bu tomoni bilan aloqamiz bor. Undan keyin ikkinchi routerning bu tarmoqqa ulangan, ya'ni birinchi routerimizga ulangan nimasiga aloqa bormi? Ya'ni ikkinchi nima bilan IP adres bilan bog'lana oladimi? Demak, bu yerda ham demak aloqa bor bo'ladi. Chunki bu routerimiz ikkita tarmoqni bir-biriga ulash uchun foydalanyapti. Lekin bu yerda qayerdadir men bo'yaman, bu yerda IP adres berganimda tarmoq maskasida 255.255.255.0 berib ketgan bo'lsam kerak. Shuning uchun bu yerda ma'lumot ya'ni aloqa o'rnatilmadi, lekin o'rnatilishi kerak edi. Masalan, to'g'ri ketganimizda. Buni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni biz juda yaxshi shunaqa narsa bilan demak yo'lamiz kiritilgan. Bunisi to'liq kiritilgan. Shunaqa xatoliklar bo'lsa, juda ham yaxshi, bu ko'proq tushunib olishimiz uchun kerakli bo'ladi. Endi bu yerda nima uchun bizning 10.12 bilan aloqa o'rnatilmadi? Okey, R1imizda buni kiritganim ko'rinyapti. Buni kiritganim ko'rinyapti. Demak, hammasi o'ylaganimizdek kiritganmiz. Endi R2ni ham tekshirib ko'raman. R2da ham demak 10. R2da
15.1 kiritilgan, hammasi kiritilgan. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Okay. Demak, o'tgan darsimizda simulation modini ko'rsatgandim. Demak, simulation rejimidan buni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni qayerda qanday uzilish bo'lyapti, qanday muammo bo'lyapti, shuni hammasini demak ko'rishimiz mumkin. Okay, type. Okay, qilayotgan demak qaysi nimada demak okay, demak uning uchun simulation rejimidan okay, agar oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsangizlar, paket tracerda har bir bo'layotgan prosesni, ya'ni bir nimadan bir routerdan ikkinchi routerga ketayotgan ma'lumotlarimizni, balki men bu yerda xatolik bor. Yo'q. Nimasi normalni. Okay. Oldingi darslarimizda ko'rsatganimdek, simulation rejimida biz har bir prosesni demak qadam-qadam ko'rishimiz mumkin. Uning uchun biz hozircha bu hamma protokollarni ko'rishimiz shart emas. Biz faqat ya'ni edit filter knopkasini bosib, ICMP va IRP protokollarni kuzatamiz. Ya'ni bu kompyuterdan boyagi ma'lumotni qaytadan yuboramiz 10.10.12 ga va 10.12 ga yuboramiz va endi bu prosesni ko'ramiz. Qayerga borib, qayerda nima bo'layotgani, muammo qayerda ekanligini ko'ramiz. Demak, okay. Demak, muammo mana bu joyda bo'lyapti. Demak, bu to'g'ri. Muammo emas. Bu asli hozir qilmoqchi bo'lgan okay. Shu narsani o'zi maqsadim shu edi. Demak, routing protokollarining ahamiyatini tushuntirmoqchi edim. Demak, bizda yuborgan ma'lumotimiz bungacha yetib keldi, lekin bu kompyuter, ya'ni bu router bunga ma'lumotni qaytarib yubora olmayapti. Chunki bu routerning nimasida, bazasida, ya'ni buning ma'lumotlari bazasida, ya'ni bunda hech qanaqa ma'lumot yo'qki, bu kompyuterga qanday yetib borishi. Ya'ni bizga routing protokollar, ya'ni marshrutisasiya protokollari kerak bo'ladi. Marshrutisasiya protokollari kerak bo'ladi. Ya'ni bu darsimizda biz hozircha static route, ya'ni statik marshrutlarni sozlashni ko'ramiz. Va keyingi darslarimizda dinamik marshrutisasiya protokollarini ko'ramiz. Demak, bu marshrutlar, ya'ni yo'llarni demak routerlarda sozlashimiz kerak. Demak, oldingi darsimizda routerning yoki marshrutisasiyaning ikkita vazifasini tushuntirgan edim. Birinchi vazifasi bu har qanday shu tarmoqdan qurilmalar uchun chiqib ketish, default gateway, ya'ni standart shluz vazifasini bajaradi. Ikkinchi vazifasi bu ikkita har xil tarmoqni bir-biriga ulaydi. Endi okay, bu bo'lganda nima qilgan bo'lardi? Chunki agar buning o'rnida bizda mana bu yerda bitta kompyuter bo'lganida, oldingi darsimizdagiday, agar bitta kompyuter bo'lganda, bu kompyuterimizda default gateway bo'lardi va default gateway har doim bir routerga yuborardi va bu routerimiz bunga yuborardi. Lekin bu routerga biz hozir default root, ya'ni rootlar kiritmaganimiz uchun bu qanday qilib bu tarmoqqa bog'lanishini bilmaydi. Shuning uchun biz bu darsimizda routerning, ya'ni marshrutisasiyaning 3-vazifasi demak har qanday paketni buning destinationiga, ya'ni oxiriga, ya'ni kim bilan muloqot qilmoqchi bo'lsa, ya'ni Cisco saytiga yoki biron bir Tatu saytiga yoki Google'ga masalan ma'lumot qanday yetib boradi, shuni ko'rsatish kerak bo'ladi. Ya'ni agarda masalan aytaylik, bu yo'da internetimiz bor deylik, masalan internetimiz bor deylik, masalan cloud yoki biron bir cloud bor va bunga ulangan, ya'ni har qanday ma'lumotni bu routerimiz to'g'ridan-to'g'ri bunga yuboradi, bu orqali bu yoqqa yuboradi deb nima qilishimiz mumkin. Ya'ni biz
routerlarga demak ma'lumot kiritishimiz kerak ekan, ya'ni static rootlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Static rootni kiritishimiz uchun boyagidek kabel orqali routerga ulanamiz va routerga ulanganimizdan keyin bu yerda biz endi yana bu yerda biz boyagi interfeysda turibmiz, Gigabit Ethernet 0.0 da turibmiz. Endi biz bu yerdan chiqib ketamiz, ya'ni interfeysga emas, biz endi hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, bu global configuration rejimida turibmiz. Global configuration rejimida biz IP root komandasi orqali biz yo'llarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Hozir men qo'ldan kirityapman, ya'ni static rootlar deyiladi bu. Static root yoki static marshrutlarni kirityapman. Hozir men R2 ni sozlamalaridaman. R2 ga kiritishim kerakki, R2 agar bu R1 ga ma'lumot yuboradigan bo'lsa yubora oladi, chunki bunga to'g'ridan to'g'ri ulangan. Bunga ham yuboriladi, mana serverga ham yuboriladi. Bu to'g'ridan to'g'ri ulangan. R2 faqatgina bizning tarmog'imizda, bizning misolimizda faqatgina LAN 1 ga ma'lumot yubora olmaydi. Shuning uchun LAN 1 ning IP adresini beramiz. Ya'ni tarmoqning IP adresini 192.168.10.25 bu tarmoq IP adresi. 255 va 0. Bu tarmoqqa, ya'ni bu routerimiz bu tarmoqqa tegishli bo'lgan ma'lumot qachondir qabul qilsa, bu yoqdan yoki o'zi pingga javob berish kerak bo'lsa, u holda o'zi har doim ma'lumot yubora olishi mumkin bo'lgan ikkinchi routerning IP adresini berishimiz kerak. Ya'ni shunga demak ma'lumot yubora oladi. Ya'ni 10.10.10.1 IP adresiga bu ma'lumot yubora oladi. Bundan boshqa yo'llari bor. Masalan, interfeysni ko'rsatish mumkin, bu interfeys orqali chiqib ketdi deyish mumkin. Bularni keyingi darslarimizda ko'ramiz. Hozircha faqat biz shu IP adres orqali static rootlarni sozlashni ko'ryapmiz. Demak, R2 ga qilishimiz kerak bo'lgan hamma sozlamalarimiz bo'ldik. Endi bu yerda men boyagi nimaga chiqib ketaman, ya'ni privileged modga, ya'ni yuqori darajali mod rejimiga o'tamanda, bu yerda men boyagi komandalarning ichida write komandasi bor edi. Write komandasi bu hozirgi vaqtinchalik xotiradan, demak, doimiy xotiraga yozib qo'yish uchun kerak bo'ladigan komanda. Buni boshqa narsalarni keyinchalik tushuntiraman, running config, startup config deganlarni. Va endi R1 da ham xuddi shunaqa narsani ishlashim kerak. R1 ga e'tibor bergan bo'lsangizlar, to'g'ridan to'g'ri kirib ketdim. Kabellar orqali emas. Bu yerda men global configuration rejimida o'tiribman. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri boyagi komandani kiritaman. IP root komandasi orqali R1 ni ham qaranglar. R1 LAN 1 ga to'g'ridan to'g'ri ma'lumot yubora oladi. Bu yerga to'g'ridan to'g'ri ma'lumot yubora oladi. Bularni kiritishim shart emas. Bu R1 faqat LAN 2 ga ma'lumot yubora olmaydi to'g'ridan to'g'ri. Shuning uchun har qanday ma'lumot bu kompyuterdan bunga yuboriladigan ma'lumot qabul qilganida, ya'ni bunga deganimiz 172.16.15.0 tarmog'iga, ya'ni 255.255.0 tarmog'iga yuborish kerak bo'lgan har qanday ma'lumotni 10.10.10.2 IP adresiga yuboradi. Bu IP adresimiz bu ikkinchi routerning bu IP adresi, ya'ni bu router ma'lumot yuborishi mumkin bo'lgan IP adres. Va bu yerdan ham chiqib ketaman end komandasi orqali va bu yerda ham write komandasini berib qo'yishim kerak. Ya'ni biz doimiy xotiraga yozib qo'ymasak, write komandasi orqali bu paket tracingimizdan chiqib ketsak, yoki bo'lmasa biron bir agar laboratoriyada bo'lsangiz, routerda, demak routerimiz o'chirib qo'shilsa, demak bu kiritgan ma'lumotlarimiz, sozlamalarimiz demak doimiy xotirasida qolmaydi. Doimiy xotirasiga yozib qo'yishimiz uchun write yoki bo'lmasa ikkinchi komanda bor, copy running config startup config degan komanda bor. Ya'ni bu ya'ni Linuxdagidek komandalar copy komandasi orqali running configdagi har qanday ma'lumotni startup config fayliga yozib qo'y. Ya'ni running config bu running, ya'ni hozirgi paytda
Ya'ni routerimiz ishlab turgan paytda kiritilgan har qanday sozlamalarimiz hammasi running configda turadi. Startup config bu startup, ya'ni start, ya'ni routerimiz ishga tushgan paytida birinchi izlanadigan, birinchi qidiriladigan faylimiz startup config faylini qidiradi router operatsion tizimi ishga tushayotganda va startup configdagi saqlanib qolgan sozlamalarni, demak, routerning har bir nimasiga sozlab, shu orqaligina routerimiz ishini boshlaydi. Ya'ni keyingi safar, ya'ni routerimiz bir o'chirib qo'shilgan paytida startup configda saqlangan sozlamalar bo'yicha, demak, sozlanib turadi. Demak, bu komanda bilan ham qilishimiz mumkin ekan. Okey, demak, biz har qanday sozlamalarni qilib oldik. Endi router 1ni, router 2ni yopib qo'yishi mumkin. Endi bundan boyagi nimamga ma'lumot yuboradigan bo'lsam, endi ikkinchi routerga bemalol ma'lumot yuborishim mumkin. Bunga yuborsam, bu router qabul qiladi va bu to'g'ridan-to'g'ri bunga javob bera oladi. Endi biz serverga ham ma'lumot yuborib ko'ramiz. Ya'ni serverga ma'lumot yuborishimiz uchun ping komandasi bilan 172.16.15.200 komandasi orqali ma'lumot yuboramiz. Birinchi nimasi har qanday uzilishlar bo'ladi. Bu yerda ARP haqida ko'p gapirish xohlamayapman. Demak, ARP protsessi, demak, buni IP adresini topib, demak, bunga javob beradi. Demak, bu yerda, demak, bu kompyuterdan ma'lumotimiz bu kompyuterga yetib bordi va bu qaytarib berdi. Ya'ni xuddi shu narsani kerak bo'lsa simulation rejimda qanday bo'lyapti shuni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buni ma'lumotni yuborgan paytimizda bu ma'lumot switchga, undan routerga bordi. Router o'z navbatida routing table'da, ya'ni har xil marshrutlar bazasini qaraydi va bu ma'lumotni, demak, keyingi routerga tashlab beradi. Keyingi routerimiz ham qaraydi va demak, bunga yuborish mumkin. Demak, bunga yuboradi. Bu yerda hozircha nazariy ma'lumotni ko'p bermaslikka harakat qildim. Ya'ni amaliy tusda bo'ldi. Ya'ni amaliy tusda, demak, biz bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga static routlar orqali ma'lumot yuborishni ko'rdik. Demak, hozircha shu yerda to'xtatsak bo'ladi. Darsimiz ancha cho'zilib ketdi. Keyingi darslarimizda uchinchi routerni ham qo'shib va bir qancha yo'llar orqali, demak, borishlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu darsimizda, demak, biz noldan boshladik, ya'ni har qanday qurilmalarimizni tarmog'imizga olib kelib qo'ydik va bularni simlar bilan o'ladik, IP adreslar berdik va bizda 3 ta lokal tarmog'imiz bo'ldi. Va bu ikkita lokal tarmoqni bir-biridan ancha uzoqdagi. Agarda nima qilsangizlar, bu yerda ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Mana bu yerda bir nechta routerlarimiz bor va bu routerlar orqali, demak, bu ma'lumotimiz yetib boradi. Demak, hozircha shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar dars sizlarga yoqqan bo'lsa, laykni bosishni esdan chiqarmaysizlar. Ya'ni bu ko'pchilikka qiziqarli bo'lib davom etib ko'rayotgan bo'lsangizlar, keyingi darslarni ham qo'yishga harakat qilamiz. Demak, shu yerda to'xtatamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha.